Kirtasizlarmi yo'qmi? Tug'ishga xotinikiga buni baqirishini qara. O'z 5 minutda kirasizlar. Ishonasizmi shularni 5 minutiga? 5 minut uchun mana shu yerga kelib yuribmiz. 5 marta olib keldim. Yemayman. Yemaysanmi? Ay, yemayman deyapti-ku. Bor payti 5 marta olib ye, yo'q payti olib berolmayman-ku. Zavoy yevicha, maishat mendan. Xotini tinmay tug'ursin. Men faqat bitta o'zing yeman. Mumkin emasligini bilasizku. Meni qushashib berasiz. Yo'q qana. Bularni ma'lumotiga qarab ishga oladimi yo 5 minutligigami? Yo'g'ini yemayman-da, opa. Men ham yemayman-da shuni. Bular xotinlarga qo'shib erini ham tug'dirayotganda. Ey, yoqimli ishtaha. Shoshlikka kel. Yo'q, kechagi bergan tandirlaringizni hali ham jig'ildam qanyapti. O'zi bir minut hal qilamiz-da. Aka xotini shirochaman deyapti. Sen ham xotining ko'rishga keldingmi uka? Yo'q, aka, onam shu yerda doktor bo'lib ishlaydilar. Ovqatlar ko'payib ketdi, olib degandilar. Kechagi 5 manoq qanday ekan? Yep, paddaringani sigardan qo'yapti-ku. Hayrat, shu xotinlar sigaret chekmaydi, o'zi shuni ham o'ldiraydingizlar. Xotinga mandarin olaman. 4 ta nokosam. Anor. Dadasi hech bo'lmasa yarim kilo praynik olib bering. Pul yo'q. Yana shunaqa sharoit bo'larmikan bizga? Hammasi o'zingga bog'liq. Tushunmadim. Qachon raddomga tushsang?